noyabr iyini Cumhuriyet iyi qilib bekitish chaqiriqi. Noyabr iyi tariximizning shonliq sahifasi namoyanda qilinib, Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti, Sharqiy Turkiston Cumhuriyetidan iborat ikki cumhuriyetning qurilgan qutlug' iyi edi. Tarixda Osiyoning sarkisi bo'lib, dunyo islom madaniyatiga o'chmas tuhfalarni qo'shgan, batur, jasoratlik, kurashchan bir millatning hozirgi davrga kelganda ig'ir zulm, vatansizlik, qimmat qarash va erkinligining Xitoy tajovuzchilari tarafidan dafsanda qilinishi orqasida ana vatanimizni qutqizib, hur bir davlat qurish tasavvurimizning ojizlashishi yoki yo'qolib ketishi sababidan deyishga bo'ladi. Shu sabablik dunyo miqyosida noyabr iyini Cumhuriyet iyi qilib tantana bilan o'tkazsak, tariximizdagi jangovarlik va jasoratimizning qayta asliga kelishiga, shundaqla tarixiy kushandimiz Xitoyning hayvisini yaga urishga, mas'uliyatchan va irodalik bo'lib, mustaqillik da'voyimizni texmi ilgari surishga foydasi bo'ladiganligiga ishonchim komil. Shunga muhojiratdagi barliq qarindoshlarimizni noyabr iyi ichida birdek harakatga kelib hamkorlashishga chaqiramiz. Sharqiy Turkistonning Ko'rlida yer davridi. Sharqiy Turkistonning Ko'rli viloyati Charchan nahiyasida 1 noyabr atdigan soat 9:02 minut o'tganda 3,8 bal yer davrgan bo'lib, tavrash cho'nqurligi 25 ming metr bo'lgan. Yana shu kuni Ko'rli viloyati Chaqiliq nahiyasida atdigan soat 9:03 minut o'tganda 5,2 bal yer davrgan bo'lib, hozirgacha ofat sababli yaralanish, o'lish voqealari ko'rilmagan. O'smik kasalliklarining yamrab ketishi atom siniqining sababidan bo'lgan. Anvar To'xtabug'da necha 100 million nopusi bor Xenan o'lkasi bilan 20 necha million nopusi bor Sharqiy Turkistonni selishtirib, ikki o'rinda o'smik kasalliklari doktorxonasining ko'lami, karavot sonining alohida farqlanganligi. Sharqiy Turkistondagi o'smik kasalliklar doktorxonasining karavot soni Xenandagi o'smik kasalliklar doktorxonasining karavot sonidan bir hassa ko'p ekanligini. Buning asosli sababining Sharqiy Turkistondagi atom siniqining ekanligini isbotlagan.